Boy bo'lishni istasangiz, bitta odatni o'rganing. Imkoniyatingizga qarab yashashni. Bekorga dinimizda foizli qarzlardan qaytarilmagan. Bu nafaqat diniy, balki moliyaviy hikmat ham. Ko'pchilik kreditni investitsiya uchun emas, balki boshqalarni hayratda qoldirish uchun oladi. Birga iPhone, hashamatli uy, katta to'y yoki eng qimmat mashina. Lekin sizni ushbu narsalarni kreditga olganingiz uchun hech kim mukofotlamaydi. Qarzni esa yillar davomida aynan siz to'laysiz. Buning uchun imkon qadar iste'mol kreditlardan saqlaning. Agar kreditlarni olishga to'g'ri kelsa, unda o'zingizga quyidagi savollarni bering. Bu kredit menga kelajakda ko'proq daromad olib keladimi? Bu haqiqatdan ham zarur ehtiyojmi? Boy odamlar hech qachon taassurot sotib olmaydi. Lekin ular moliyaviy erkinlikka erishishni birinchi o'ringa qo'yishadi. Va siz ham o'zingizni boshqalar oldida emas, balki o'zingiz qarzsiz hayotingiz bilan hayratda qoldiring. Agar siz ham moliyaviy tafakkurni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling.